Srochniy ish bor mebelniy skladda. Har hafta avans, yotoq joy dokumentlaringizga yordam beradi. Agarki siz O'zbekiston, Tojikistondan ishga kelmoqchi bo'lsangiz, ish axtarib yurgan bo'lsangiz, shu videodan keyin обязательно ishli bo'lasiz. Like bosing, kommentariyaga o'tib kommentariy yozing. Kimki yangi bo'lsa, обязательно kanalga подписаться qilib qo'yinglar. Granitsa xizmati. Akalar, opalar, sizlarga komfortli mashinalar kerakmi? Granitsaga dokumentingiz tugaganmi? Borib kelmoqchimisizlar? Beproblema. Ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar. Erkin akaga Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Granitsaga chiqmoqchimiz desanlaring, uylaringizdan kelib olib ketadi. Granitsaga olib borib, chiqarib, olib kelib yana uyingizgacha tashab qo'yadi. Glavnisi komfortli mashinalar, staji bor akalarimiz ishlaydi bu mashinalarda. Son qilib yana Sabr Musofir kanalidan aloqaga chiqyapmiz. Granitsaga bormoqchimiz desalaring, yanada arzonroq borib olib keladi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, opalar, videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosinglar. O'zlaringiz bilgandek ish chiqaryapman yana mebelniy skladdan. Yotoq joy beradi bu yerda. Dokumentingizga yordam beradi. Yoki sizda dokumentingiz yo'q bo'lsa ham, dokument ham qabul qiladi. Akalar, opalar, 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimizni taklif qilamiz bu skladga. Videoni ko'rishdan oldin bir donadan like bosinglar. Kommentariyga o'tib keyin oxirida videodan keyin kommentariy yozinglar. Kimki yangi bo'lsa kanalga подписаться qilib qo'yinglar. Akalar, opalar, sizlar uchun har kuni ish chiqaraman deb va'da bergan edim. Mana sizlar uchun har kuni praktichески ish chiqaryapman. Sizlar podeshka qilsalaringiz bo'ldi. Doktorxonaga borib bitta qizaloqni chiqargan edim. Mana akalar, opalar, ko'rishlaring mumkin. Bu qizaloqqa yordamlaringiz kerak. Shu videoni silkasini kommentariyaga zakrepit qilib qo'yaman. O'tib ko'ringlar akalar, opalar. Kimniki qancha sharoiti bo'lsa, qo'lidan qancha yordam kelsa yordam beringlar. Akalar, opalar, bugun sizlar yordam qilasizlar, bugun sizlar podeshka qilasizlar. Inshaalloh ertaga biz qilamiz. Yo bizdan qaytmasa Allohdan qaytadi. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblastda akalar, opalar, o'zimizning kompaniyaga grushchiklar, komplektovщикlar kerak, mebelniy skladga. Komplektovщикlar list beradi, list bilan zakaz beradi. Grushchiklar mashina yuklaydi, mashina tushirishadi. 3,5 ming rubldan smenasi, yotoq joyi besplatniy. Agarki dokumentingiz yo'q bo'lsa, dokumentingizga ham yordam beradi. Plus har hafta avansi bor. Oylikdan tashqari bir oyda 2 marta oylik bersa, har hafta juma kuni avans beriladi. Akalar, opalar, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan yangi kelmoqchimisiz? Srochniy ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizlarga adreslarni tashib beradi. Usloviyasini o'zim aytib o'tyapman уже. Usloviyasini polnik ko'rib bo'lgandan keyin shu videoni ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. WhatsApp yo обычный nomerlarga aloqaga chiqinglar tezroq, чтобы joyda zaynat qilib kelib joylashish uchun. Ishonarli ishlar kerakmi? Mening kanalimga подписаться qilib qo'yinglar. Yana bir marta aytib o'taman usloviyasini. Yotoq joy beradi bu yerda, registratsiya qilib beradi, dokumentlaringizga yordam beradi. Undan tashqari har hafta avansi bor. Bir oyda 2 marta oylik beradi. 3,5 ming rubldan smenasi. 11 soat ishladingiz, 3,5 ming rubl yoziladi smenasiga. Agarki ishingiz yaxshi bo'lsa, undan ham ko'proq oylik topishingiz mumkin. Shunday ishlarni chiqaryapman. Shu videomizni konkretniy podeshka qilinglar, like bosinglar, tanish bilishlaringizga tarqatib tashlaylar. Juda ham ko'p odamlar menga telefon qilyapti, WhatsAppga murojaat qilyapti. Akalar, opalar, uzr so'rayman. Hammalaringizga javob qaytara olmaganligim uchun uzr so'rayman. Telefonim 100 dan ziyod сообщение kelgan, to'lib ketgan сообщение. Hammalaringizga javob qaytarib uspet qilmayapman. Inshaalloh Xudo xolasa sizlarni podeshkalaringiz bilan nasib qilgan bo'lsa, birinchi, ikkinchi kuni уже ofisimiz ishga tushadi. Faqat podeshka qilsalaringiz bo'ldi. Ishga tushadi, har bitta odam telefon qilgan odamga javob qaytarib, inshaalloh harakat qilamiz ishga joylab qo'yishga. Sizlar podeshka qilinglar, dalshi biz dalshi ishni qilamiz, чтобы sizlarga ham podeshka qilamiz. Akalar, opalar, videomizni shunchasini qo'llab-quvvatlayapsizlar. Rahmat borlaringiz uchun. Videoni to oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar.